Assalomu alaykum. Malibu keldi. 2 turbo. Zo'r ekan stansiyasi. Menga yoqdi. Yoqqani uchun sizlarga ham ulashaman. 2019-yil. 2 turbo bu, Premier emas, oq jemchug. Mashina kraskasi toza ekan. Endi parog 90% ko'pchilik qiz oladi-yu. Mana shu parogida bor ekan kraskasi. Ha, detalida yo'q ekan. Egalar ishonchli deyapti. Probegini ham mana ko'rsanglar bo'ladi. 75 ming yurgan ekan. Mashinaning yaxshi chexollari bor. Mana ko'rasizlar, elektr privedlari ham tinib bo'lib turibdi. Zubkalar cho'kmaganda. Mana orqalarini ham ko'ringlar. Menga rosa yoqdi, to'g'risi. Xo'p, balonlar zo'r, hadoylari qilingan ekan. Hadoylarni qilib qo'yganman bilan, yumshoq yurishlari, ichlari bagajlarini ham ko'ringlar. Mana kovlikda solib qo'yilgan. Zo'r sostoyaniyada ekan. Xo'p, Malibu 2 turboni 2019-yilda. Narxi arzon deyman-ku, lekin zo'r, yomon emas. Puliga arziydigan mashina, probegi ham zo'r. Rugoy bor ekan. Srochniy narxda $19,500 sotib olamiz.